Assalomu alaykum jigarlarim. Ozgina kayfiyatlarni ko'tarmoqchiman. Bugungi video Valeriya haqida bo'ladi. Ya'ni Abdulloh Qori akang deb profili bilan tanilgan inson. Shayton o'zi inson emas. Shu kishi qo'lga tushibdilar. Bilasizlar, bundan bir ancha 5-6 oy oldin video chiqargandim. O'y bola, qachon bir kun vaqt soati keladi, O'zbekistonga qaytib kelsang jazongni olasan degandim. O'sha kunlar yetib ketdi, qo'lga tushibdi, ushlanibdi. Kechirim so'rashni yana boshlagan. Xalq kechiringlar deb. Bilasizlar, u ko'z yoshi, u doimgi holati. Endi Abdulloh Qori Valeriya agar mabodoga ko'ra bir jazo olgiday bo'lsa ham, ketgiday bo'lsa ham, o'sha yoqqa ham borib o'sha yoqdagi odamlarni ham borib tinchini buzsa kerak. Sen necha yilga qamalgansan deb o'shalarni ham asabini yesa kerak menimcha. Bitta narsani unutmaslik kerak jigarlarim. Kim bo'lishidan qat'iy nazar odam qonun barcha uchun barobar. U kechirim u boshqa narsa u. U xalq kechirgan bilan davlat jazosi degan narsa bor. Hech qachon xalqni so'kmanglar, davlatni so'kmanglar, millatni so'kmanglar jigarlarim. Bayroqni so'kmanglar. Ich-chesdan ketib so'kmanglar jigarlarim. Bugun o'tadi, erta o'tadi, indin o'tadi. Bir kun kelib qonun oldida jazolaringni olishlaring mumkin. Ko'pchilik yoshlar kelib, hozir og'zidan adisi badis chiqib, qo'pol gaplarni gapirib so'kinyapti. O birodarlar, unday qilmanglar. Ichki ishlar bilan hazillashmanglar, o'ynashmanglar jigarlarim. Arqonni uzun tashlab qo'yadi, mayli ozgina o'ynasin deydi. O'yinlaring tugagandan keyin astagina tartib bo'lib qo'yadi. O'shaning uchun ichki ishlar bilan o'ynashmaslik kerak. Har xil gapni gapirmaslik kerak. Jonlaring sog' bo'lsin, videoga like, podpiska bosib tarqatib qo'yinglar. Hurmatdasizlar.